Yomg'ir yog'adi, shimimni kirgizib qo'y. Adasi, shuni kiyib keting, yomg'ir yog'adi. Rahmat. Men qarab, voqeroq kelgin, kech qolib ketmagin. Ha, men pul olib qo'ydim, sizga ishlatasan. Yaxshi borib keling. Ha, uka, men tashqarida kutib turibsan. Aka, assalomu alaykum. Boya ovqat ustida gapira olmadim aka. Ozgina pul bo'lsa berib keting, mashinamni ham ustiga ko'rsatishim kerak. Shunda servant ustida turadi, olmaysan, men 300. Yetadimi? Rahmat aka. Ya qara, yaxshi o'tiringlar bo'lsa. Ha, aytgan onamni gaplari bor ekan. Servant ustida pul qo'yganman. Necha pul so'rasa bergan. Dugonalar yonida uyalib qolmasin. Mayli, ketdim. Menga qarang, siz ham erkak bo'lib ishlasangiz bo'ladi-yu. Ana Ovsinim ham yoningizda uyalganidan ko'chaga chiqa olmay yuribdi. Bozorga chiqib arava sursangiz ham ishlang bo'ldi. Menga qarang aka. Ja boshga bitgan balo bo'ldi-ku. Ja bo'lmasa mana Chimboy mayonezini do'konlarga olib kirib sotsangiz bo'ladi-yu. Ozgina biriksin bo'ladi. Qanaqa erkaksiz o'zi uyda o'tirishingizni qarang. Tavba qildim. Yegan og'iz uyaladi ozgina. Yaqin ishongan o'rtoqlarim meni chuv tushirib ketgandan keyin ko'chaga ham chiqa olmayapman, ukam qatdan tushunardim. Gapirtiradigan ham pulda, oilani tinchligini yo'qotadigan ham pul. Puli bor, mard, puli yo'q, nomard.